bir ata balalı boluğa tiyiş. 13 yil bo'lgan uylanganiga urug'i 0 bo'lgan. Urug'lar chiqdi, endi xudo xolasa eko orqali bolali bo'ladi inshaalloh. Biz ham yaqin tarta olmaymiz da uyat bo'ladi. Shuning ichida spermalar bo'ladi. Bu meditsina. Yangi texnologiya. Minus 190 gradusda hech kimni urug'i bir-biriga aralashib ketmaydi. Operatsiya prosesini operatsiyalik blokka kirdik. Bu yoqda mana Bobur og'amiz operatsiya qilib o'tadi sherigi bilan. Assalomu alaykum. Hozir azospermiya bilan bemor kelgan, 13 yil bo'lgan uylanganiga urug'i 0 bo'lgan. 13 yil mobaynida davolangan, hech qanaqa effekt bermagan. Hozir bemorni tuxumini operatsiya qilib ochib, ichidan mikroskopda urug' qidiryapmiz, mikroteziya operatsiyasi. Bu yerda o'zi bemor ko'rishi mumkin. Mana kamerani monitorda olsangiz bo'ladi. Mana shu yerda o'zida urug'lar chiqyapti. Ha, quyrug'i bilan yuradi qo'y. Ha, spermatozoid. Ko'rdingizmi? Buna. Ha. Buna uzun quyrug'i bilan. Ha, xuddi shunaqa. Urug'lar chiqdi, endi xudo xolasa eko orqali bolali bo'ladi inshaalloh. Ya'ni 13 yil kutgan, bitta operatsiya bilan hamma savollarga javob olyapti. Xudo xolasa. Ko'rdingizmi? Tuxumni kesib operatsiya qilamiz. Bu yoqda operatsiya qilib tuxumni kesib ochib turib bunday aytganda. Bunday gulday qilib ochadi ekanda, o'sha yerdan ayda instrument bilan terib, anan bu yoqqa embriologga beradi ekan. Bu yoqda mikroskop bor ekan. Mikroskopdan qarab, ekronga chiqarib, anan shustriylarni tanlab olasizlarmi? Shustri eng yaxshilarini tanlab olib turib, o'shalar orqali eko qilinadi. Buni olib ne qilasizlar? To'ndirib qo'yasizlarmi? Minus 190 gradusga muzlatib qo'yamizda, kelgan ayoli kelganda shularni muzdan tushirib eko qilib beramiz. Chatinga solasizlarmi buni? Albatta. Boshqa birovnikini solmay yo'q, ha? Yo'q, xudo saqlasin. Alloh qarab turadi. Yo'q, xudo saqlasin. Bizda agar eko qiladigan bo'lsa, faqat o'ziniki bo'ladi. Agar urug'i chiqmaydigan bo'lsa ham, yo'q, urug'ing chiqmadi, endi xudo bermabdi deb aytiladi u. Ya'ni chiqmay qolishi ham mumkin. Ha, albatta urug' chiqmay qolishi ham mumkin. Endi biz yo'qdan bor qila olmaymiz, faqat bo'lsa qidirib topamiz xolos. Bu ham shans Allohdan ekan. Xudodan. Xuddi shunaqa. Bo'ldi. Urug' chiqmay qolishi ham mumkin ekanki, mendile bularni kun o'ylashning keragi yo'q, Allohdan deb bilishingizlar kerak-da. Barliq narsa negizi bardagi yo'qdagi Allohdan-da. Bu. Shunday, mana hozir proses yurib o'tadi. Bu yoqda embriologlar operatsiya janobi mikroskopdan tekshirib o'tirdi. Men hozir mikrofonni olib olayin. Mikrofonni olib olayinchi, ha? Siz ulantavering. Bo'ldi. Bu yoqda bu erkakning ildidagi 2 tuxumi bor-ku, o'sha 2 tuxumining birovisini bunday gulday qilib ochib qo'yib, biz ham yaqin tarta olmaymiz da, uyat bo'ladi. O'shani ko'rsatyapti-da. Mana Said Islom kecha bizni to'sib olgan. Hozir ham prosesni bir qator tartdik ham. Bobur operatsiya qilib o'tadi. Bu yoqda ne qilib o'tadi hozir? Hozir shu moyakdan olingan parchani, ya'ni to'qimani uje shuni parchalayapti. Tugullarni ochyapti. Shu ochayotgan tugullar ichida kanallarda ichida ko'ryapsizlar, uzun kanal turibdi. Shuning ichida spermalar bo'ladi. Spermatozoid bo'ladi. Bitta, 10 ta, 100 tagacha. Hozir buni parchalagandan keyin buljaqdagi mikroskopga oladi. Buljaqqa. Mana bu yerda ko'radi. Hozir mana ko'rib turganingizdek, bu yerda mikroskopda ko'ryapti. Urug'larni hozir izlaydi mana. Mana urug'. Mana urug', mana. Da. Endi biz nimani istayapmiz hozir? Yana ham sifatlisini, yaxshisini istayapmiz, Otaqul aka. Sifatlisi bo'lsa, eko proses o'xshash yuqori bo'ladi. Sifatli urug' bo'lsa. Endi ayoliga ham bog'liq bu narsa. Hozir mana yangi parchani Nodirbek bu yoqqa qo'yapti. Mana o'sha yangini qo'yadi, hozir urug' izlaydi. Urug' chiqishiga chiqdi mana deb aytib beradi bizga. Inshaalloh. Mana ko'rdingiz, bu Nodirbek necha baravar kattalashtiradi bu mikroskopimiz? 1000 martagacha kattalashtiradi, 1000 martagacha. Mana o'tib ketdi bir. Ha, o'tdi. Uje sizdan doktor bo'lib qolibsiz, tushunib qolibsiz. Spermani yaxshi taniysiz biz. Spermatozoid deganim. Ana sperma, o'ni dumi. Ana, o boshi. Hozir yana bitta ajrab turganidan ko'rsatadi inshaalloh. Urug' bo'ladi ekan-a, ha? Mana, umidsiz shayton, mana balali bo'la olmay yurganlar. Ushul yo'lni bir ko'rsangizlar bo'ladi ekan. Bu meditsina, yangi texnologiya. 13 yillik bepushtlikdan qiynalgan bemorda mana dardiga malham berdi. 13 yillik savol bor edi hozir. Bu yerda farzandli bo'la olamanmi degan savol bilan kelgan. Endi inshaalloh eko eksiya orqali farzandli bo'ladi. Ekoni ham aytamiz 50-50. Chunki 100% garantiya yo'q bu narsa, lekin sababini qilamiz, imkoniyati bor. Bo'lib qolishi mumkin. Ana bu yoqda bochkalar bor ekan. Va urug'ni ushiga saqlayib kelsinglar-da. Mana bu urug' saqlaydigan bochkamiz. Mana ko'rdinglar? Mana minus 190 gradusda, minus 190 gradusda bu yerda spermatozoidlar, ya'ni urug'lar
saqlanadi. Ko'rdingizmi? Bu yerda hozir juda ham ko'plab insonlarda urug'lar turibdi. Hech kimning urug'i bir-biriga aralashib ketmaydi. Chunki garantiya 100%. Alloh qarab turadi. Ha, chunki uni kodi bo'ladi, ID'si bo'ladi. Har bitta bemorda ID'si yoziladi, keyin bunga qo'yiladi. Unda kod turadi, shtrix kod, sizda bittasi turadi, bittasi klinikada turadi. Tushundingizmi? Bo'ldi. Bo'ldi. Zo'r ekan. Mana ko'rib oldingizlar, biz barda bo'lg'anda ko'rsatdik. Toshkentda Erma klinikdamiz. Eko yo'li bilan bunday aytganda eko yo'li bilan balali bo'lg'onga soni shans bor ekanda. Shans bor. Anda iyilik qilaysiz. Sizga rahmat. Narx klinikangizga borib, boyagi urologiyalik xizmatlarni al yerda o'zimcha seriya qilib ko'rsatamiz. Bizning akkauntni, bizning kanallarda keyingi seriyalarda ko'rib turasizlar. Biz video ostida telefon nomerlarini, koordinatlarini, kontaktlarini bitta yozib qo'ydik. Baylanishaverasizlar. Toshkentga tuz kelaverasizlar-da. 8-9 noyabr kuni hozir Ashitda Avangard klinikasida bo'lamiz. O'shdami? O'shda. 8-9 kuni. Agarda shunaqa bepushtlikdan qiynalayotganlar bo'lsa, borsin. Imkoniyatdan foydalansin. Konsultatsiyaga nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib chalsa, konsultatsiya jazib qo'yadi. Yaxshi ekan. 8-9 noyabr kunlari Avangard klinikasi O'shto Qarasuv yo'lining bo'yida. Said Islom o'zi konsultatsiyaga boradi ekan. Bor o'sha joyda yo'lig'ingizlar, konsultatsiya olingizlar. Görüşgünce assalomu alaykum. Har bir ota balali bo'lishiga tiyish. Inshaalloh. Assalomu alaykum.